Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ajoyib manzilda joylashgan Feyzli xonadonimizning obzori bilan tanishtiramiz. Uyning ichida hamma narsasi qoladi, olib ketiladigan bir-ikki narsalar bor. Video davomida aytib o'tamiz ulardan. Endi esa obzorda boshlaymiz. Kirganimizdan chap qo'limiz hojatxonasi, ishlari ajoyib bo'lib remontlangan. Kanalizatsiyalarida hech qanday muammo yo'q. Bu yoqda esa kotyolniy bilan vannamiz joylashgan. Mana kotyollar ham ekonomik kichkina kotyollardan qo'yilgan, remontlar tozalashlangan. Bu yoqda mana vannasini ko'rsatamiz. Ondan chiqqandan keyin esa bu yog'imizda bir dona детский komnatasi bor. Razmeri 3x4 adashmasam, ondan ham katta bo'lmasa. Bundan chiqqandan keyin bu yoqda katta shunday zal, ayvon, kirganda konditsionerlar qo'yib turibdi. Konditsioner, parda, glamlar ko'rtirganingizday qoladi. Bu yoqda mana kiramiz. Birinchi spalniya xonamiz bilan tanishamiz. Bu yerda 3 dona spalniya xonamiz bor. Ko'rtirgan mebellarimiz, spalniyalarimiz hammasi qoladi. Perdalari, mana perdalarim chiroyli tikilgan. Mana ikkinchi spalniya xona. Aynalari ko'chaga qaragan, atapnilar o'tgan. Uyning ichi shunday issiq bo'lib turibdi. Mana kotelni past qo'yib qo'yibdigan hozir. Ko'rsangiz, bu esa 3-spalniya xonamiz. Buning ham spalniyalari qoladi. G'allar ham ajoyib g'allardan to'shalgan. Bu yerdan chiqqandan keyin esa bu yog'imizda kuxnyamiz joylashgan. Mana kirgan yer holning bu yoq gapasom qismi bo'ladi. Mana ko'rsatamiz. Shu stol kursilar, pardalar hammasi qoladi. Bu yerda olib ketadigan narsalar bor. Non stollari, bu yoqda mana kuxnyani ko'rsatamiz. Bu kuxnyamizning ko'rinishi bo'ladi. Mebellar ishlangan, gaz plitalari mana yaxshi gaz plitalardan qo'yilgan, bunday ko'na bo'rongan emas. Aristollari qo'yib turibdi. Ulusundan gazdan, svetdan, issiq muzay suvdan, vodoprovoddan hech qanday muammo yo'q. Kir mashina bilan xolodilnigi olib ketiladi. Agar kelishatan bo'lsangiz, tashlab ketishi mumkin. Qolaversin hamma narsasi desangiz, sodalashib qolishi mumkin. Endi esa bu gapasom holdan to'rinda yana bir zali bor. Hozir bu yoqda kirganimizda bir zal, bo'ringizda ham ikkinchi zalni qilib, bu yoqda uchinchi zal qilsangiz bo'ladi. Bu remontlanmagan, ustlarning bosilishini ahamiyat bilan ajoyib bosilgan. Pol bilan patologini ishlab, bir malyarkasini ishlab olsangiz, ozgina xarajati bor, uyimiz bir ajoyib bo'ladi. Endi esa arqa bilan tanishtiramiz. Arqa ham bir ajoyib, planlari zo'r ishlangan. Uyning salınishini gap bo'lishi mumkin emas. Olib ketilgan narsalarni bir qator aytib o'tamiz. Televizorlari, kir mashin, xolodilnik, o'zlarining bir-ikki narsalari bor. Shularni olib ketadilar. Asosiy ko'p narsasi qoladi. Uyimizning arqa ko'rinishi bilan tanishtiramiz. O'rtada bu yerda arqaga o'tadigan paraxodlari bor. Arqadan vajdan chiqarasizmi, bu yerga arqaga vaj kirgizasizmi? Bu yoqda mana yo'q malxonasi bor. Malxona ajoyib deb aytgan-ku. Hech qanday lishniy yemlardan, nimalardan ko'rinib ham turmaydi, isam chiqmaydi. Bu yoqda shunday bir chiroyli sklad bor. Ichida instrumentlar, zapchastlar saqlaytadi. Mana shu chiroyli qilib saqlab qo'ysangiz bo'ladi o'zingizni. Hamma narsa har yerda yotib, ertan kerak vaqtda to'g'ri bermaysiz. Bu yerda qo'y qoramiz bilan to'xxonamiz bor. Buni halang to'xxona, halang qo'y qora qilsangiz bo'ladi to'rlarni. Ondan chiqqandan keyin esa bu yog'imizda tandirxonamiz bor. To'rda bu ishlanmagan, ko'pdan beri nani olmagan. Ustlarini bostirib, tandirlarni tozadan qo'yib olsangiz, bu ham bir ajoyib bo'ladi. Bu yerlarni salgina ishlab olsangiz. Bu yoqda hovlining o'zini ko'rsatamiz. Orqa yog'i astlana chiroyli bir gullar, meva daraxtlar egib, aynan bir yozgi kuxnya, mangallarda qo'yib ishlab olsangiz, uyning planini gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib bo'lib chiqqan. Endi esa bahasi bilan adresini tanishtiramiz. Ketdik. Uyimizning fasad ko'rinishi bo'ladi. Salonlardan sular kelib turibdi. Gazdan, svetdan muammo yo'q. Manzilimiz Istiqlol mahalla, Abaxadirxon ko'cha bo'ladi. Ko'chaning shunday o'rtasi 4 yo'lga yetmay, Lenin maktab 60-maktabdan yon tarafi bo'ladi. Bir ko'cha bu yog'inda. Kelib ko'rajaqlarda ekib ko'rsatamiz. Bahasi 55 ming dollar aytiladi. Qaytlagan kelishatelari bor, kelib ustida konkretni gaplashiladi. Salgina yetmagan yerda variant ham qilsa bo'ladi, va ustida gaplashiladi. Telefonda gaplashganingizdan foydasi yo'q. Keling, uyni ko'ring, planlar yaqatagan bo'lsa, ustida kelib savdolashing. Ana shunday 100 ga videoni vaziyatini berib qo'ying. Narxlardan bo'lsangiz, bahasi ajoyib narxlarda kelishtirib arzon etib beriladi. Shunday 100 ga videoni vaziyatini berib qo'ying. Sizlar bilan men Xatiram Mitchanovich.